Selam dostlar. Bugün sizler bilen biz Minecraft oynayapmiz. Dostlar, bu sivilizatsiya qurishimizning 5-qismi bo'ldi. Qanunda ketdi. Dostlar, bu oxirgi qismi bo'lishi mumkin. Shuning uchun balki oxirgi qismdir, balki yo'q. Hech kim bilmaydi. Dostlar, agar bu oxirgi qism bo'lsa, keyingi anlarda agar 30 ta obunachi chiqib bersalaringiz, do'stlar, yangi versiyalarda o'ynashni boshlaymiz do'stlar. 30 ta obunachi chiqib beringlar do'stlar, maylimi? Agar 30 ta obunachi chiqib bersalaringiz, keyingi videolarda faqat yangi versiyalarda o'ynaymiz. Bu eski versiya versiyalaringiz ko'rinishdan ham eski versiyaga o'xshaydi. Yangi versiyalar boshqacharoq. Shuning uchun biz sivilizatsiyani devorlarini qurib bo'lganmiz. Endi nima qilishimiz kerak? Nima qilamiz endi? Yo'q, keyin vaqtda o'ynaymiz. Avval biz tashqariga chiqib ko'raylikchi. Tashqarida bunday daraxtlar o'sibdi. Yaxshi. Do'stlar, eshik qilishimiz kerak edi. Esiga kelib qoldi. Biz eshik qilishimiz kerak. Qani eshik joyiga buni qonni yopishimiz kerak. Bu yerda kon turaveradi. Eshik qilamiz bu konga bunda. O'zimiz uchun o'zimizga kerak va vakil kerak. Bu yerda suvni tashlaymiz. Dostlar, biz kondamiz. Yo'q, yaxshi. Nima bo'lgan bu yerga? Mayli. Bizga hozir ko'mir kerak, lekin ko'mir qazib olamiz. Har berishamiz ekan. Nishdan qarashib, ko'mirni asta-asta berdim. Секрет. Yakıt şalı. Neden tepeye çıkacağımız? Kanı tepeye çıkamaz. Oldu birinin. Ulaşım çıkıyor. Onu görüyoruz. Benim sınırıyor. Böyle yok. Bakın senin bularla senin böyle spam bulsun. Böyle spam bulmaydı mı diyeceğiniz? Ama joy doğru. Yaxşı. Endi qarib bu. Endi avvalgi videolarda keltirgandim. Videoda qilgan edim. Chekashdim. Keyin mana bu uyni ham yaxshi qildim uyni. Endi bu yerda mislimiz bor. Bloklar. Nega sandiq? Tepelarni uchun oddiy. Mana bu suvni qo'llab bu suv mana shugacha edi. Keyin biz uni to'ldirib qo'yganmiz. Endi do'stlar, kreativ bo'lishimiz kerak. Qishloqlarni paydo qilish uchun uylarni sanaymiz.
o'tdik. Endi bu yerda hech nima kerak emas, faqat bizga bitta uy sanashimiz kerak. Endi 1 2 3 4 5 6 7 8 yo chalkashib ketdim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9tagina atagan. Mayli, bu yoqda ikkita qishlog'i. Mana shu yerni ham yopaymi ekan? Bo'lmaydi. Hech nima qilmaydi. Bu yerni yopilmasa ham bu yerlarga nima qilamiz? Yo'q, bu yerda hech nima qilmaydi. Qani unda jetonlarni qilamiz. 9 ta jeton. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 mana endi bizda mer bor, merni yo'q. Yo'q. Merni endi qanday qilamiz? O'ldirib tashlaymiz buni. Qani hozir nima qilishimiz? Yangi tishdan chiqib ketamiz. Mana va yana mana sindiraman degan. Bu yerda rishotka. Mashina berdi. Endi agar bu yerda mer paydo bo'lguncha agar mer paydo bo'lmasa ularni urib o'ldiramiz. Mashga bu yerda tashish kerak. Mana bo'lmaydi. Yo'q, bu mer qadar bo'lmaydi. Sen adashgan. Yo'q. Nima qilaman endi? Siz qayda bor? La'nati. Bitta mer bo'lish kerak-da bizda. Ana bizda mer. Yana merni o'ldirib qo'yaman hozir. Sen qishloqdan o'tdi. Ana bizda mer tayyor. Короче, endi do'stlar. Mana hamma narsa tayyor. Sizlar bilan endi xayrlashgan bo'ladi. Do'stlar, bu oxirgi qism ekan. Короче, bu do'stlar oxirgi qism, ya'ni 6-qism. Shuncha video. Menda hozir 1-qismdan 6 ta qism bor. Hamma biladi. Iltimos kanalga obuna va like bosinglar. Agar 30 ta bo'lsak, yangi video chiqaraman. O'sha bitta dona tugmachaniga shuncha nollar bo'lyapti do'stlar. Agar shu bitta tugmachani bossalaringiz, qancha ko'p bossalaringiz, shuncha ko'p video chiqaraveramiz do'stlar. Shuning uchun tezroq kanalga obuna va like bosinglar. Hayır do'stlar, sizlar bilan xayrlashamiz. Men Alex bo'ldim. Bu sizga qo'shimizning 6-qismi hammaga xayr.